الحمد لله رب النور والكرم، جمع القلوب على المودة والقسم. في الليلة البيضاء أشرق وجههما، وتلاثمت أنفاسهما بالسام والحلم. وعد تحت ظل الرحمن، حب يزكي النفس والأزمان. ميثاق طهر في رضاه مقيم، ونوره في القلب كالفرقان. يا زوجتي يا نور عيني ومقلتي، قد جئت أطلب في رضاك جناني. هذا الوثاق على الكتاب تعاهدا، أن يحفظ الحب الحليل الأماني. يا ربنا اجمعنا على سنن الهدى، واجعل لنا من كل ضر أمانا. وعد تحت ظل الرحمن، حب يزكي النفس والأزمان. ميثاق طهر في رضاه مقيم، ونوره في القلب كالفرقان. يا زوجها كن في رضاها رحيما، واحملها حبا صادقا بالحلم. واذكر قوال المصطفى مؤتما، خيركم خير لأهل البيت في. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, mana inshaalloh biz mana shu ota-onasi o'tgan bolajonlar va muhtoj oilalardan bo'lgan farzandlarni, bolajonlarni hamshaharlarimiz o'zlarini to'ylariga, ehsonlariga taklif qilish loyihasini 5 yil oldin boshlagan edik. Mana Hadiya fondi buni boshlab bergan va undan keyin mana turli xil fondlar, jamoatlar bu narsani davom ettirib kelishyapti. Rasmiy holatda albatta biz buni boshlaganmiz. Bundan boshlashdan maqsad mana shu solingan dasturxon Alloh suygan dasturxonlardan bo'lsin degan maqsadda boshlangan hojiga. Mana shu dasturxonlar faqat qorni to'qlar yoki qo'lida bolalargina emas, muhtoj oilalar, ota-onasi o'tgan bolajonlar shundan foydalansin degan maqsadda boshlangan. Albatta bu narsa hozirgi kungacha davom etib kelyapti. Hamshaharlarimiz o'zini to'ylarga chaqirishyapti, mana ehsonlariga, hajga borganlar chaqiryapti, aqiqalarga chaqirishyapti, turli xil marosimlarga ularni chaqirib kelishyapti. Inshaalloh mana shu bolajonlarga ta'lim berish, ilm berish yo'llarini ham hozir yo'lga qo'yganmiz. Inshaalloh ta'lim beriladi, onlayn dars beriladi ularga turli xil. Sabab faqat ijtimoiy tashkil topib qolmasin degan maqsadda ularga ilm ham berilyapti. Alloh subhanahu va taolo mana shu bolajonlarning ichidan xalqimizga, dinimizga foydasi tegadigan olim, ulamo, qori, qurronlar chiqsin inshaalloh. Hojiga shu loyihamiz haqida bir-ikki og'iz o'zingiz fikringizni bildirib o'tasiz va chiroyli duo qilib berasiz hojiga. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor yoshi katta, kichiklar, xush kelibsizlar. Mana rahbariylar bor ekan, tarbiyachilar bor ekan. Mashalarga ham rahmat. Bosib kelgan qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Qalblaringizda nimaga yaxshilik niyati bo'lsa, niyatlariga yetishi murod maqsadiga erishinglar. Shu Allohning yo'liga deb qilgan ehsonlaringizni Alloh taolo o'zi dargohida qabul qilsin, shu oxiratini zaxira qilsin. Shu 2 yosh qo'shganini qo'sha qarishini murod maqsadiga yetsin. Vaqtli taxlis oldiringiz uvvali juvol bo'lsin. Uni o'sgan, yaragan, yashagan sahih bilan qatorda qilsin. Allohu akbar. Ana hojiga rahmat sizlarga ham. Alloh taolo mana shu 2 yoshni baxtga omonat aytsin. Assalomu alaykum rahmatulloh. Shamolarga borib aytgan, sayratishini qo'ysin. Azroilga ham aytgan, jonon
boshlaydi. Madina, Madina, topilmas xazina. Madina, Madina, topilmas xazina. Madina, Madina. Sizlarga shu sovg'a salomlar bergan, ehson qilgan akalarga nima deymiz? Rahmat. Yana bitta. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس Bizga sog'ganlar da'vodarga taqalluq qilsin. Bizga bir bersa vahimini bersin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Birahmatika وعد تحت ظل الرحمن حب يزكي النفس والأزمان ميثاق طهر في رضاه مقيم ونوره في القلب كالفرقان